Suvaraklar, Blattoptera yoki Blattodea turkumi vakillarining tanasi yassi, ust qanotlari dagalroq. Urg'ochi suvaraklarning qanotlari erkaklariga nisbatan kaltaroq yoki umuman rivojlanmagan. Ko'pchilik turlari ucholmaydi, lekin tez yuguradi. Ogiz organlari kemiruvchi tipda tuzilgan bo'lib, hamma oziqni yeyaveradi. Suvaraklar tuxumlarni qalin xaltacha, o'tga ichiga joylashtirib qo'yadi. Tuxum xaltachasining shakli har qaysi tur uchun o'ziga xosdir. Mazkur hasharotlar juda sekin, bir xil turlari 2-3 oy, boshqalari esa 3-4 yil rivojlanadi. Lichinkalari ust ko'rinishdan yutuq zotlaridan kichikligi, qanotlari yo'qligi va mo'ylovi bo'gimlari ozligi bilan farq qiladi. Ular ko'proq tungi hasharotlardan hisoblanadi. Suvaraklar o'simlik qoldiqlarida, toshlar ostida, xonadonlarda, ba'zan tuproqda va boshqa joylarda yashaydi hamda turli-tuman narsalar bilan oziqlanadi. Ular non uvoqlari, sabzavot, shakar, yog' va turli oziq-ovqat qoldiqlari bilan oziqlanadi. Oziq-ovqatlarni ifloslantirishi va ayrim kasallik, ichburuk tayoqchasi, parazit chuvalchanglar tuxumi tarqatishi tufayli odam sog'ligiga ziyon yetkazadi. Suvaraklar uzoq vaqt ochlikka chidaydi. Suvaraklar turkumiga 2500 dan ortiq tur kiradi, ko'proq tropik va subtropik mamlakatlarda tarqalgan. Mdhda 50 ga yaqin va O'rta Osiyoda 22 turi aniqlangan. Sinantrop turlaridan qora suvarak, Blatta orientalis va sariq suvarak, Blattella germanica xonadonlarda yashaydi.